Uyingizni topli bol qildirmoqchisiz, topli bo'lingizni tagiga mamlakat Penaplex soladigan bo'lsangiz, qancha gaz ekonom qilasiz, solmaydigan bo'lsangiz, qancha gaz sarf qilasiz? Hozir shuni sizlar bilan hisoblab ko'ramiz. Agar sizni uyingizni 50 kvadrat deb oladigan bo'lsangiz, mamlakat 5 santimetrli Penaplex yotqizadigan bo'lsangiz, qancha pulingizni tejab qolasiz? Bu Penaplex issiqlikni yerga tushib ketishidan 55% ga asraydi, lekin bu degani 55% gazingizni tejaydi degani emas, gazni tejamkorligi keladigan bo'lsa, bu 35% ga to'g'ri keladi. O'zbekistonda 1 kub gazni narxi 1000 so'm deb oladigan bo'lsa, isitish davri 4 oy, ya'ni 120 kun. Penaplexsiz 50 kvadrat uy 1 kunda 10 kub gaz sarf qiladi. Endi 10 kubni 120 kunga ko'paytiradigan bo'lsak, bu 1200 kubga to'g'ri kelar ekan. Shunda Penaplexsiz uy 1200 kub gaz sarf qilyapti. Endi Penaplex qiladigan bo'lsangiz nima bo'ladi deydigan bo'lsangiz, Penaplex gazingiz sarfini 35% ga kamaytiradi. Bu degani 402 kub gazingizni siz ekonom qilyapsiz. Endi buni siz bilan pulga hisoblaydigan bo'lsak, 402 kub gazingiz 1000 so'mdan bo'ladigan bo'lsa, 402 ming so'm bo'ladi. 402 ming so'm to'g'ri, katta pulda eshitilmasligi mumkin, lekin yillar davomiga hisoblaydigan bo'lsangiz, ancha-muncha pul bo'lib ketadi. Gazni ham narxi yildan yilga o'sib boradi. Endi gap indallosiga o'tadigan bo'lsak, oxirida bitta reklama qilmasam bo'lmaydi. Agar siz uyingizga, xonadoningizga xuddi shunaqa Penashit, Penaplexlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng katta assortimentni Elistrodan topsanglar bo'ladi. 2, 3, 5 liboy razmeri do'konimizda sizlar uchun mavjud. Endi buni bo'yiga keladigan bo'lsak 120 bo'ladi, eniga keladigan bo'lsak 60 bo'ladi. Kvadratga hisoblaydigan bo'lsak 0,172 ga to'g'ri keladi. Xullas, olib borib bosib oladigan joyi ancha-muncha ekonom qilasiz.